Qiziltepa tumanining Bo'lakrabot mahallasi Sayohat qishlog'ida yashovchi Asqar O'roqov va Hilola Jo'rayeva oilasida 2 qiz va 1 o'g'il farzandlar ulg'ayayotgan va oila yana 1 o'g'il farzand kutayotgan edi. Lekin taqdirning bu oila uchun kutilmagan katta sovg'asi bor edi. Oilada bir barakayiga 3 o'g'il farzand dunyoga keldi. Oiladagilar yaxshi niyat bilan bu 3 o'g'longa Mirziyo, Shavkat va Miromon deb ism qo'yishdi. Bitta o'g'lim, 2 qizim bor edi. Mana shu farzandlarimni sog' salomat qo'limga olganimdan xursandman. Qiziltepaga diagnostika markaziga borib uziga tushsam, yana bir xursandchilikni guvohi bo'lib, o'zimga xursand bo'lib chiqdim. 3 ta homila bor ekan deb aytdilar. Ishonmadim. Qog'ozga 3-chisini ham yozganlardan keyin ishonishni boshladim. Menga boyagi uziydi rasmchasi bilan 3 ta farzandimni chiqarib berdilar. Dadasiga telefon qilib 3 ta ekan deganimga shuna ishonmadilar o'zlari ham. Keyin rasmchasini ko'rsatdim, qog'ozlarni ko'rsatdim videodan. Keyin ko'rib ko'zlariga shuna yosh aylanib xursand bo'lib ketdilar. Bizaga juda ham quvonchli, bir hayajonli kun bo'lgandi o'sha kuni. Aradan vaqt o'tdi. Keyin to'g'ri vaqtimiz keldi. Bu araga qancha qiyinchiliklarimiz bo'ldi. 3 ta homila oson emas ekan. Qiyinchilik ko'rsangiz rohati ham bor ekan. Allohga ming qatla shukr. Mana farzandlarimni qo'limga olib, Allohning bergan ne'mati ekan bular. Prezidentimizda martabalari ulug' bo'lsin deb niyat qilib, shu Shavkat, Mirziyo, Miromon ism familiyalarni shu 3 ta farzandimga berdik. Oltita farzand onasi sifatida bularni katta qilib, voyaga yetkazib, xalqimizga, yurtimizga nafi tegadigan qiz yigitlar qilib yetkazishga turmush o'rtog'im bilan qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz.